keyingi zamonimiz present perfect continuous deb ataladi. O'zbek tilida hozirgi, kuzatilgan, davom, zamon deb tarjima. Nutqda kamroq ishlatilinsa-da, murakkab gaplar hosil qilish nuqtai nazaridan uni ham bilishimiz kerak. Hosil qilish formulasi I, you, we, they olmoshlari va unga tenglashtirilgan otlar bilan have been va fe'lga verb ing shaklida hosil qilinadi. Masalan, aytishimiz mumkin I have been listening to radio. Ya'ni tarjima. Men radio tinglayotgan edim deb tarjima. Va he, she, it olmoshlari va unga tenglashtirilgan otlar bilan has been qisqartirib been, is been, has been, it's been degan shaklda kelib, orqasidan fe'lga ing. Masalan, he has been studying. U o'qiyotgan edi degan ma'noni beradi. Inkor shaklida I, you, we, they have not been yoki haven't been qisqartirib orqasidan fe'lga ing. Masalan, I haven't been studying. Men o'qimayotgan edim. He, she, itga nisbatan has not been yoki hasn't been va fe'lga ing shaklida keladi. Masalan, she hasn't been studying. Qiz bolaga nisbatan u o'qimayotgan edi degan shaklda keladi. Masalan, yigit bolaga nisbatan u gapirmayotgan edi desam qanday bo'ladi? Javobda he hasn't been speaking degan shaklda keladi. So'roq gapda have yordamchi bo'ladi. I, you, we, they olmoshlari va unga tenglashtirilgan otlar oldinga kelib, keyin been va verb ing. Masalan, have you been studying? Sen o'qiyotgan edingmi? Ha, men o'qiyotgan edim desam, yes I have. Yo'q, men o'qimayotgan edim desam, no I haven't shaklida beradi. Va has yordamchi fe'li he, she, it olmoshlari oldinda kelib, orqasidan been va verb ing. Masalan, has he been studying? U o'qiyotgan edimi degan shaklda. Demak, present perfect continuous formulasini bir marotaba yana takrorlasak, I, we, you, they have been fe'lga ing, he, she, it has been fe'lga ing shakli ishlatilinishi uchun harakat o'tgan zamonda boshlanib, davom etib kelib, hozirga qadar davom etayotgan harakatni ifodalar. Masalan, deylik, bu bir shunday harakatki, siz oldin qilishni boshlagansiz va u harakatni siz davomiy qilib kelgansiz va u hozirga qadar tugagan harakat. Masalan, deylik, we have been doing grammar exercises for over an hour degan. Biz grammatika mashqlarini 1 soatdan beri qilayapmiz edik deb tarjima. Can we have a break degani endi dam olsak bo'ladi. Xo'sh, masalan deylik, I'm tired. Men charchaganman. Chunki men yugurayotgan edi desam, e'tibor bering, yugurish uchun davomiy harakat sodir etamiz. Hozirga qadar davom etib ketadi bu harakat. O'shanda men yugurayotgan edim degan so'zni demak quyidagicha I have been running yoki I've been running degan shaklda. Yana bir misol bor ekan. Ular hozir dam olyapti. Demak, having a break. Chunki ular qattiq ishlayotgan edi. They have been working so. They've been. Present perfect continuous zamoni kelishlariga ishoralar bor. Bular for, dan, beyond, dan beri, since, dan beri, just, hozirgacha, haligacha ma'noni anglatuvchi so'zlar. Ularni ko'rsak, present perfect continuous va oldinroq o'rgangan edik, present perfect foydalansa. Mana masalan, I've been learning English for over 3 years. Men ingliz tilini 3 yildan buyon o'rganib keldim. For bilan aytgan edik, asosan harakatning qancha davom etganligiga ishora. For 2 weeks, for 2 months, for 2 days. Undan buyon 3 oydan beri, 4 yildan beri. Since bu harakatning boshlang'ich nuqtasi.
He has been learning Chinese since 2004. Bu 2004-yildan beri xitoy tilini o'rganib kelyapti. Va Justin misol, I've just been reading the school newspaper. Men maktab gazetasini o'qiyotgan edim degan shaklda beradi. Endi present perfect bilan present perfect continuous zamonlarda e'tibor bersak o'xshashliklar bor ekan. Shularning farqiga e'tibor beramiz. Present perfect zamoni avvalambor esingizga solamiz. Bu quyidagi I, we, you, they va have verb 3 ya'ni fe'lning ikkinchi shaklidan keladi. He, she, itga nisbatan has fe'lning uchinchi shaklidan keladi. Tarjimasi qildim yo qilgan edim beriladi va unda hozirga qadar tugagan harakatni ifodalardi. Present perfect zamoni bizlarda harakatning natijasiga ko'proq urg'u beradi. Demak, present perfect harakatning natijasiga urg'u. Ko'ramiz. She has written an article for a school newspaper. Ya'ni u maktab gazetasi uchun maqola yozdi. Demak, natija maqola yozilgan. Va yana in the present perfect continuousga keladigan bo'lsak, unda harakat oldin boshlanib, davom etib kelib, hozirga qadar tugashiga aytiladi va bunda urg'u davomiylikka beradi. Mana present perfect natijaga urg'u berarkan, present perfect continuous esa davomiylikka urg'u beradi. Xo'p, bir misol o'qiymiz. He has been writing an article for a school newspaper. Ya'ni u maktab gazetasi uchun maqola yozayotgan. Keling, sizga bir aniqroq misol beraman va shu orqali o'zingiz farqni anglay olasiz. Deylik, ko'cha nam desam, it is wet outside. Chunki yomg'ir yog'ayotgan edi deyman. Chunki bu yerda harakatning natijasi yomg'ir yog'gan emas, yomg'ir yog'ish esa davomiy harakat. Yomg'ir yog'ayotgan edi desam, oldin boshlangan, yog'gan va hozirga qadar tugagan bo'lsa, nima deymiz? It has been raining. Yana bir misol beramiz. Men xursandman. I'm happy. Chunki men yutdim deyman. Yutayotgan edim deya olmayman. Masalan, bir narsada qatnashdingiz va g'alaba qozondingiz. Men g'alaba qozondim desam, I'm happy because I've won. Chunki men yutdim. Bu esa harakat natijasi bo'ldi. Har safardek mana bu mashqlar berilgan. Mashqlarni bajarib, present perfect continuous zamonida ba'zan present perfect gaplar tuzing, mashqlar qiling va zamonni